Bu reysimiz yosh bolali onalar uchun. Ya'ni ba'zi bir holatlarda chaqaloqlarda yoki bolalarda aritmiya kuzatilishi mumkin. Ya'ni yurakni to'satdan tez urishi yoki yurakni to'xtab urishi. Bola har doim ham onasiga yuragim tez uryapti deb ayta olmaydi. Ya'ni chaqaloq bo'ladi yoki 1-2 yoshli bola bunaqa shikoyat bildira olmaydi. Shuning uchun har bir ota-ona o'zini farzandiga e'tiborli bo'lishi kerak. Chaqaloqlarda ham yuragi 300 ta, 350 ta urishi mumkin. Bunaqa paytda demak ota-ona yoki shifokor bo'ladimi, yurak urishini sanomaydi. Yo pulsaksimetr ham demak chaqaloqni ingichka barmoqlarida pulsaksimetr ham bizga yordam bermaydi. Bu chaqaloqlarda o'zgarishlar paydo bo'ladi. Bu hozir o'zgarishdan sizlarga tushuntirib beraman. Ya'ni aktiv chaqaloq birdaniga passivlashib qoladi. Ya'ni kam sut emadigan bo'lib qoladi, liba chaqaloq qarib qoladi yoki lablari atrofi, burun o'sha треугольник deymiz, o'sha ko'karib qoladi. Ya'ni kasalni xarakterini rezko o'zgartirib qo'yadi. Aktiv bo'lib turgan bola passivlashib qoladi. Yoki 1-2 yosh bolada ham yuragi to'satdan tez urib qoladi. Bir xil ota-onalar bizga olib kelishadi-da, ota-onalarning xabari bo'lmaydi yurakni tez urgandan. Ya'ni bola yuragi tez urdi degan shikoyati bo'lmaydi. Bolaning qanaqa shikoyati? Bola yotib oladi. Passiv bo'lib qoladi. Ya'ni yuragini ushlashi mumkin, yuragimda og'riq deyishi yoki ko'rsatishi mumkin, lekin yurak tez uryapti deb shikoyat bildirmaydi. Shuning uchun har bir ota-ona bolasiga e'tiborli bo'lishi kerak. Agarda shunaqa holatlar kuzatilsa, darhol pediatrga olib boring. Pediatr demak o'sha holatda ko'rib, o'rganib chiqadi. Agarda bu yurak urishi bilan bog'liq bo'lsa, demak bizga aritmologlarga yuboradi. Agar buni sababi boshqa bo'ladigan bo'lsa, tagda o'zini mutaxassislikka yuborib, sizlarga to'g'ri tavsiya beradi. Shuning uchun har qanday demak bolangizni kayfiyati rezko o'zgardimi, birinchi navbatda uni pediatrga olib borishni esdan chiqarmang.